Bugungi darsimizda 1 daqiqa ichida yana 3 ta ingliz so'zlarini obraz orqali mnemonika uslubida yodlaymiz. Ular family, mother va father so'zlari. Oxirida esa meni test qilamiz, esingizda qanchalik qoldi yoki qolmadi. Demak, birinchi so'zimizdan boshlaymiz. Birinchi so'zimiz family so'zi. Oila degan tarjimasi. Family so'ziga obraz topib oladigan bo'lsak, o'zbek tilida familiya obrazi to'g'ri keladi. Familiya bu oila nomi yoki nasl nomi degani. Obraz topib bo'lganimizdan so'ng hikoya tuzishimiz kerak bo'ladi, esimizda yaxshi qolishi uchun. Tasavvur qiling, siz oilangiz bilan dasturxon atrofida o'tiribsiz va ovqat yeyish o'rniga familiyangizni baqirib qo'shiq qilib aytib o'tiribsiz. Teshaboyev, Teshaboyev deb, mening familiyam Teshaboyev deb va oila a'zolaringiz hayron qoladi. Nima uchun Teshaboyev deb baqiryapsan? Ovqatingni yesang bo'lmaymi deyapti. Demak, family, familiya dedik. Demak, oila a'zolaringiz atrofida o'tirib ovqat yeb, familiyangizni baqirib qo'shiq qilib aytib o'tiribsiz. Keyingi so'z mother so'zi. Mother so'zi bu ona degani. Biz o'zbek tilida obraz beradigan bo'lsak, to'g'ri keladigan so'z mador so'zi. Mador bu kuch-quvvat degani. Demak, obraz topib bo'ldik. Keyingisi bizda hikoya tuzishimiz kerak bo'ladi. Mother, mador so'ziga. Demak, siz tasavvur qiling, barcha uy ishlarida onangizga qarashdingiz, idish tovoqlarni yuvdingiz, uy ishlarini qildingiz, ovqat qilishga qarashdingiz va madoringiz qolmadi, charchab qoldingiz. Nima uchun madoringiz qolmadi? Chunki siz onangizga qarashdingiz. Demak, mador, mother so'ziga. Mother so'zi bu ona degani. Keyingi so'zimiz father so'zi. Father so'zi bu ota degani. Father so'ziga o'zbek tilidagi obraz fazo so'zini oldik. Fazo so'zi bu osmon va kenglik degani. Va keyingisi biz hikoya tuzishimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, sizning otangiz sizni fazolarga, osmonlarga uloqtirdi. Siz esa fazoda uchib yuribsiz. Demak, father so'ziga fazo so'zini oldik va hikoya tuzganimizda sizning otangiz sizni fazolarga, ya'ni osmonlarga uloqtirdi. Demak, father, fazo va tarjimasi ota degani. Mana shu uchala so'zni takrorlab chiqishimiz kerak bo'ladi, esimizda yaxshiroq qolishi uchun. Demak, birinchi so'zimiz family, familiya obrazini oldik va oilamiz atrofida o'tirdik va ovqat yeyishni o'rniga biz familiyamizni qo'shiq qilib aytib yurdik. Teshaboyev, Teshaboyev deb. Ikkinchi so'zimiz mother edi, mador edi. Madorimiz qolmadi uyda ishlariga, onamizga qarashib. Demak, mother, mador ona degan tarjimasi. Keyingisi father, fatherga fazo so'zini olgan edik. Otamiz bizni fazolarga uloqtirdi. Qani eslab ko'ring, agar eslab qolgan bo'lsangiz, so'zlarni tarjimasini yozib oling. Family, mother, father.